Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ishimizni bismillahir-rahmanir-rahim deb uy sharoitida tandirga yog'liq patir yopamiz. U uchun bir chashka iliq suvni olamiz. Unga bir osh qoshiq dro'jja solamiz, quruq dro'jja. Qoshig'imiz to'lmagani uchun yana kamni soldim men hozir. 1,5 qoshiq bo'lib ketdi. Bir qoshiq shakar solamiz. Bir qoshiq un solamizda aralashtirib ko'tarilishga qo'yib qo'yamiz. Ustini yopib, steril qog'oz bilan yopib 15 minut, 15 daqiqa ko'tarishga qo'yib qo'yamiz. Ungacha unlarimizni tayyorlab, ilab olamiz. Yog'liq patir qilish uchun mana 3 litr sut unlarimizni tayyorlab olamiz. So'ng ketin solamiz mana shu mahsulotlarni. Birinchi idishimizga tuzni solib olamiz. Shakar solamiz. Shakarni 50 gram soldim men. Kuydirilgan sariyog' soldim. Qaymog'im eskirib qoluvdi, uni kuydirib olib sariyog' qilib soldim. Kuydirilgan sariyog'. Turdasi bilan. Bir piyola smichka yog' soldik, 3 litr sut. Olma ketin solib olib oldik. Aralashtiramizda dro'jjani solib olamiz, ko'tarilgan dro'jjani. Aralashtiramiz. Unni solamiz. Unni o'lchadim men 5 kilo. 5 kiloni soldim. Sekin-sekin qoramiz. Qarang, hammasi bir xil bo'lib, unlar yo'qolib ketguncha shunaqa aylantirib turasiz. Unlar yo'qolib ketguncha aylantirib turasiz. Keyin mushlaymiz. Tekis xamir chiqquncha mushlanadi. Mushlab bo'ldik. Endi zuvolachalarga bo'lib tashlaymiz. Xamirimiz chiroyli chiqdi. Sariyog' solmasangiz ham margarinni eritib solsangiz bo'ladi. Maslalarda solsangiz bo'ladi. Biz uy sharoitida endi kuydirilgan sariyog' soldik. Zuvolachalarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni adyolga o'rab qo'yamiz. 1,5 soat, 2 soatga dam oladi xamirimiz. Dasturxon qo'yib adyolga o'rab qo'yamiz. Streç qog'ozga o'rasangiz ham bo'ladi, lekin bizlar adyolga o'radik. Xamirimiz achib chiqdi, ko'tarildi yaxshi. Endi yasab olamiz. Chiroyli xamir chiqdi. Bu shunaqa qilsangiz, sizniki ham shunaqa chiqadi. Qarsildoq ushlatganingizga uvalanib ketadi. Singi bo'lib pishadi.
Magazindan non sota olmaymiz. Har doim tandirga pishirib turaman. Pishirib misxonaga joylashtirib qo'yaman. Xohlagan vaqtingiz ishlataverasiz, shunaqa qilsangiz ham. Tandirga o't yoqdik. Nonlarimizni tayyorlab olamiz. Ustiga sidana surtib, xohlasangiz sidana surting, xohlasangiz kunjut sepamiz. Buni qolgan tandirda artib olamiz. Artib tozalab oldik, changi bo'ladi, kul bo'ladi, shuning uchun oldin non yopishdan oldin artib olamiz. Endi nonni olima ketib joylashtirib chiqamiz tandirga. Yopib joylashtirib chiqamiz. Mana joylashtirib chiqdik. Olima ketib. Qarang. Nonlarimiz yaxshi joylashdi. Endi sekin yarim soatga shu holatga turadi. Yarim soatdan keyin cho'qini ochib, olovini ochib qo'yamiz. Sekin pishish kerak, chunki yog'liq patir bu. Ichi xom bo'lib qolmasligi uchun sekin pishadi. Qarang, mana endi ochdik yarim soatdan keyin olovni. Ochdik olovni. Qizarib kelyapti. Kulchachalarimiz pishdi. Nonimiz chiroyli chiqdi. Mana oldik nonni tandirdan. Qarang, qarsildoq bo'lib, juda ham mazali, shirin yog'liq patirlar tayyor. Keling, mana qarang. Qarsillab bundoq shotilib ketadi. Qarsildoq chiqdi. Juda ham mazali, yumshoq, lazzatli. Tayyorlab qo'ying. Qarang qanday yog'liq patirlar tayyor. Hozir buni ko'kchoy bilan ichamiz. Ko'kchoy bilan